Men qulog'im bilan 7 yildan beri jonim og'rirdi. Jamshidjonga kelishdan oldin bir oy tinimsiz qulog'im yiringladi. Eshitishim yaxshi, qulog'im yaxshi, Xudoga beadad shukr. Yana bitta ajoyib natija. 1 oy oldin 54 yoshli bemorimiz Marg'ilondan shikoyat qilib kelgandi. Shikoyatlarida o'ng quloqda eshish pastligi, tez quloqda yiring ajrimay kelishi va quloqda shovqin bilan shikoyat qilib kelgan. Bemorni tekshirib qo'yganimizda o'ng quloq pardasi teshikligi aniqlandi. Bemorimizda timpanoplastik endoskopiyaga quloq orqasidan kesmasdan turib quloq pardasini tiklab berganmiz. Hozir 1 oydan keyin gubkalarni oldik. Natijani o'zlaringiz ko'rasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Pardalar zo'r bitgan, o'zi tomirlar ham o'sib, oldingi holatda. Bemorimizning eshitishlari ideal holatda. Men qulog'im bilan 7 yildan beri jonim og'rirdi. Jamshidjonga kelishdan oldin 1 oy tinimsiz qulog'im yiringladi. Oxiri Farg'onaga chiqdik, Jamshidjon tavsiya qilishdi. Oxiri shartni topib keldi. Mana Jamshidjon operatsiya qildilar. Operatsiyada ham hech nimani sezmadim. Operatsiyadan keyin ham hech nimani sezmadim. Quloq og'riyotgan, tomoq og'riyotganlarga tavsiya qilaman. Hech nimani bilmas ekansizlar. Mana pardam, eshitishim yaxshi, qulog'im yaxshi, Xudoga beadad shukr. Natijani ko'rdilaringiz, bemorimiz eshitishlari ideal holatda. Siz va sizning yaqinlaringizda quloqda eshish muammosi, quloq parda teshikligi, burunda, tomoqda muammolar bor bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.